Shu kecha terganmiz mana shulardan. 700 kilo atrofida uzdik. 3,5 ming tutdan 700 ming tutdan 700 kilo atrofida uzdik kechaga safar. Bugungi narx-navo qanaqa bo'ldi? Bugungi narx-navolar Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bizni kuzatuvchilar. Namangandamiz. Hozir Yangiqo'rg'on tumani Iskabod mahallasiga keldik. Bu yerda Dumrat aka issiqxonalarida Rebel bodringimiz ekilgan. Dumrat aka, avvalambor assalomu alaykum. Xudo barakasini bersin aka, juda zo'r holatda. Endi bu Rebel haqida o'zingiz umumiy fikringiz aka. Rebelga masalan qachon ko'rsatinayotgansiz? Keyin o'zingizni masalan xaridorlar qanaqa, kilo qanaqa beryapti? Bu yerga qancha maydonga necha tub ekkansiz? Shular haqida. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Joy maydonimiz 14 sotikka yaqin. Ko'chatlar soni 3,5 ming ekkanmiz. 3,5 ming avvalda o'zimiz pelismensi bor. 25-yanvarda ekkanmiz. Ko'chatlar 25-yanvarda ekkanmiz. Boshlangiç terimimiz 3-martda terdik. 3-martda. Barakasini bersin. Bizlarga qisqa kunda tez pishdi. Buni sizga kim tavsiya qildi? Masalan, Rebel yoki ijtimoiy tarmoqda ko'rdingizmi yoki bu kim tavsiya qildimi buni? Yo'q, shu ko'chatchi do'stimiz Hikmatullo tavsiya qilishdi. Ko'rganmiz ham internet orqali hamma joyda yaxshi bo'lib ketganini. Xudo xolasa ko'chatimiz zo'r, kasallikka chidamlilari yaxshi. Hozir masalan bu yerda bozorga olib chiqyapsiz. 2 kunda bir terim bo'lyaptimi? 2 kunda bir terim bo'lyapti. Xaridorlar fikri qanaqa? Masalan, tovarni vidiga, masalan, o'zingizni fikringiz. Masalan, siz oldin Hikmatullo aka mana aytdi, agronomlar o'zlari boshqa teplitsalarga ham qaraydilar dedi. Shunga masalan oldin boshqa sortlarni ham ekib ko'rgansiz. Boshqa sort ekkanmiz ham. Sifati xaridorlar fikri. Sifat darajasi zo'r, yuqori. Biliskilari yaxshi. Mana hosillarimiz ham shu kecha terganmiz mana shulardan. Kecha terilgan. Kecha terdik, massaviy 700 kilo atrofida uzdik. 3,5 ming tutdan 700 ming tutdan 700 kilo atrofida uzdik kechaga safar. Undan oldingisi-chi? Undan oldingisi 600 kilo oshiqroq uzganmiz. O'rtacha 600 kilo 700 kilo atrofida ketyapti. 700 kilo atrofida ketyapti. Massaviy. 2 kunda bir. 3,5 ming tutdan. 3,5 ming tutdan, ha. Agar nima bo'lsa mana bugun 25-mart 2025-yil. Bugungi narx-navo qanaqa bo'ldi? Bugungi narx-navolar 14 mingdan topshirib keldik. 14 mingdan topshirib bugungi narx-navosi. Hurmatli dehqonlar, bizni kuzatuvchilar, bitta narsa aytib ketamiz. Agarda shu Rebel urug'i masalan sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi nomerga telefon qilishlar mumkin savdo masalasi bo'yicha. Urug'imiz xudo xolasa masalan ko'p dehqonlarga ma'qul kelyapti. Buni asosiy yutuq tarafi nimada aka? O'zingizga eng ma'qul kelgan tarafi? Ma'qul kelgan tarafi shu hosilda bezatkasilik ko'p haligi. Hosil asechka yo'q, kam nihoyatda asechkasi. Keyin mana biliski ranglari zo'r. Hosil tosh bosishlari ham zo'r. Hozir ko'rishimiz mumkin, har bitta tutda mana 3 ta, eng kamida 2 tadan meva bor. 2 ta, 3 ta, 2 ta, 3 ta mana bu yerda 4 tagacha hosil bor mana. Ko'rishinglar mumkin. Tepalargacha ko'rishingiz mumkin, mana bu yoqlarda ham mana ko'rishinglar mumkin mana. Ko'ringlar. Bodring bo'lsa mana shunaqa bo'ladi hosili. Bo'g'nolari qisqa mana hosillari. Hurmatli kuzatuvchilar, bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Endi pushtan ustiga turganimizga nima qilmaslar, sababi bu yerda masalan kechadan beri yomg'ir yog'yapti. O'zbekistonda mana u suv kirib kelgan bu yergacha. O'shaning uchun namligi uchun, loyligi uchun pastga turishga odam hijolat bo'lyapti shunga. To'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Mana bu yerlari to'liq loy holatida. Bu naryoqlarda suv bor. Asosiysi sizga ma'qul. Dehqonlarimizga. Zo'r. Dumrat aka, Xudo barakasini bersin. Ilohim bundan oladigan daromadlarni ilohim yaxshi kunlarda ishlating. Agarda masalan boshqa dehqonlarga ham bemalol tavsiya qila olasizmi? Bemalol tavsiya qilamiz, ha. Kishson maza qilishadi. Katta rahmat Dumrat aka. Bizni kuzatishda davom etinglar. Shu dehqon akamizning mehnati, Dumrat aka mehnati haqida bitta like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. E'tiborlar uchun rahmat. Dumrat aka, Xudo barakasini bersin aka, ko'z tegmasin aka. Rahmat aka, sizlarga e'tibor uchun.